Bu ko'rib turgan joylaring 13,5 sotix ekan. Dokumentda 13,5 o'zi 14 chiqadi deyaptilar. Ponni uzun zo'r ekan. Yiliga normalniy daromad qilsa bo'ladi albatta. Yillik daromad. Yillik daromadini bir 2 yil 3 yil to'plab turib qurilishni boshlab qo'ysalar ham bemalol bitkazib yuborsalar kerak. Gazdan, suvdan, svetdan muammosi yo'q. To'g'ri aytsamiz, Marg'ilon shahar Sarmazorda turibmiz. Konteyner magazinda shundoqqina yonida tubiy ko'chada 23 Damas yo'nalishida. Ko'rib turibsizlar joyimizni. Bemalol qurilish qilsalar ham bo'laveradi. Gazdan, suvdan, svetdan hech qanaqa muammo yo'q. Aka-ukalarga bo'lish imkoniyati ham bor. O'tda ham pul zararlagan egalariga bir sutigini 6800 dollardan kam bor deyaptilar. Bu mahallalarda quruqchak qolmabdi. Shoshilib olinglar. Quruqchaklar yo'q deyapti egalari. Mana shu joyimiz mana bitta qolib ketibdi. Mana shuni endi sizlar olib qolib, qurilishni qilib olsalaring, yashayverasizlar. Telefon qilib baraka qilaverasizlar.